ustozlar. O'zim sizga chiqardim endi. Barchalarga mustaqilligimizning 34 yillik muborak bo'lsin. Bizdan mana shu 34 yillik bo'lsa, mana shu biz ilk debochasi boshlanish nimasimiz hisoblanamiz. Chunki biz birinchi bo'lib lotin yozuviga o'tganmiz. Birinchi bo'lib o'tganmiz. O'shandan keyin boshqalarni bo'lgan, o'shaning uchun bizdan ilk nima bitiruvchilar degan bo'ladi. Mana qarshimizda mana shu o'z davrining eng kuchli pedagoglar o'tirishibdi. Men o'zimning xotiramni mana shu ustozlar bilan bo'lgan xotiramni hozir gapirib bermoqchiman. Birinchi o'rinda mana xosiyatxona bo'yi haqida gapiradigan bo'lsak, ustozimiz biz davrimizda zavod bo'lgandilar. Men ustozni ko'rmasdan turib qo'rqib ketardim, to'g'risi. Chunki tanimaganman sizni, bir alifbelargacha tanimaganman sizni. Chunki siz maktab shunaqangi ushlagandingizki, sizni ko'rmasdan turib qo'rqardingiz-da. Xosiyatxona bo'yi keladi, siz hamma jim o'tiradi. Nega kelmasdingiz degan. To'g'ri. Ana shundaqangi pedagog bo'lishgan va keyin birinchi sinfni bitirayotganimda shunaqangi orzum bilan 4 sinfgacha bo'lgan. Qanday shunaqa ustoz menga qiyin baylasa muchat o'yimizda deganman. Va niyat etganman o'shanda. Qiyin baylagansiz, o'sha muchat o'yimizda jiroy qilib o'tkazib bergansiz. Esimda bor, o'sha kunda shunday hozir esimda turibdi. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz degan savolga nima javob berasiz? Endi ota-onam aytgan inson bo'laman degan o'shanda esimda bor. Ana videolar ham turibdi, endi shu kasetda qayerda qolib ketgan bo'lsa kerak. Endi keyin ustozimiz ketib qolishdi. A'dan Yagacha o'qitishgan ustozimiz Mavludaxon ustoz. Ustozni bitta esimda bor. Betim qo'llariga tegib ketgan bir marta. O'sha yaxshi ham o'sha urganlari o'shanda yaxshilab qarasak urganlar, chunki To'raqo'jaevga mushuk qo'yganimizda yaxshi ham urganlari agar hayot urganida meni o'ngalmay qolgan bo'lishi mumkin edi. Ana shu hayot tarsaki menga qarshi bo'lgan. O'shandan keyin men kimman deganlarga savolga javob bergan. Endi ustozimiz Talat Xonoqo'y ustoz adabiyot hamda o'zbek tilidan dars berdilar. Bizga Lutfiy hamda Alisher Navoiy keyin bitta nima rivoyatlari esimda bor. Nuh alayhissalom haqida aytgan rivoyatingiz bor edi. Ya'ni o'shanda aytilganki, Nuh alayhissalom dunyodagi hamma jonzotlarni jup-jupdan yig'ibdi-da, qutqarib qolish uchun kemasiga oldi. Ana shu rivoyatingiz hozirgacha aytib bergan nimalaringiz, mimikalaringiz haligacha esimda turadi. O'sha rivoyat kim haqida bilasizmi, ustoz? Bu o'zingiz haqingizda. Nimaga? Chunki o'qituvchi bu jamiyatni qutqaruvchi. Ana shunda qutqarib qolgan. U ham Nuh alayhissalom ham qutqarib qolgan. Siz ham, o'qituvchilar ham ular qutqaruvchilar. Ya'ni aytadigan bo'lsak, mana prezidentimiz ertalab shunday uyg'ondi. Oldinda uyg'ondi. Xotiralarini aytib beryapman. Prezident uyg'ondi. 10 million o'quvchi bor. Ya'ni uni o'qituvchilar ushlab turibdi. Bu 10 million bilan ish qo'yapti. Endi bardagi 24 million bilan shug'ullansa bo'ladi. Ana o'qituvchi qutqaruvchi. 10 millionning egasi bor. Mana shunaqa insonlar. Mana qarshisimizda o'tirishadi, ustozlar o'tirishadi. Ana endi ustozimiz Donaxon ustozga bizga matematikadan saboq berganlar, kosinus, sinus, kotangus degan nimalar bilan, ya'ni doirani yuzini topish, pi-ni o'shanda sizda o'rgangandim. Pi 100 ga teng deganlar. Aniq esimda turibdi, dars o'tganlaringiz mana esimda turibdi. Chunki men quloq solardim, hammasiga quloq solib o'tirardim. Quloq solib o'tirardim. O'sha matematikani o'rgatganingiz uchun balki biz bugungi kunda o'sha vaqtni har bir qadrini oltinga teng ekanligini barqarorlab aytganmiz. Ilohim sog' salomat yuringlar, uzoq umr ko'ringlar. Farzandlaringiz vaqtiga doimo sog' salomat yuringlar, ustozlar, rahmat.